Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining korrupsiyaga qarshi xizmati tezkor tergov jarayonlari vaqtida harbiy qurilish davlat ishxonasining bosh rahbarini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining korrupsiyaga qarshi xizmatining xodimiga pora berayotgan vaqtda qo'lga olishdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur fuqaro korrupsiyaga qarshi xizmatining xodimiga bir nechta harbiy obyektlarni qurishda qonun buzish faktlari topilgani bo'yicha tekshiruvlarni to'xtatish uchun $10,000 miqdoridagi porani taklif qilgan. 2015 yilning 10 sentyabrida mazkur fakt bo'yicha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov boshqarmasi Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 314-moddasiga ko'ra jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov jarayoni davom etmoqda. Bishkekdagi Xitoy fuqarosini to'nab ketishdi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Ulan kichik rayonida unga noma'lum shaxslar hujum qilib, 10,000 so'mlik uyali telefonini tortib olgan. Olib borilgan tekshiruv ishlarining natijasida jinoyatda gumonlanib, 20 yoshdagi fuqaro qo'lga olindi. Hozirda mazkur shaxs qamoqqa olinib, tergov ishlari davom etmoqda. Bugun Tojikistonning Dushanbe shahrida Jamoat xavfsizlik shartnoma uyushmasining navbatdagi sammiti boshlandi. Unda ishtirok etish uchun Tojikistonga Qirg'iziston, Armaniston, Qozog'iston, Belorussiya va Rossiya davlat rahbarlari kelishdi. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash, ayniqsa Islom davlati terroristik guruhini faoliyatini to'xtatish yo'llari asosiy mavzu bo'ladi. Mazkur sammit vaqti bilan uyushmaga a'zo o'lkalarda o'tkaziladi. Davlat ro'yxatga olish xizmati 4,5 mingga yaqin fuqarolarning yashagan joyi bo'yicha aniq manzili yo'qligini aniqladi. Shaxsiy ma'lumotni topshirganlarning manzili aniqlanmay qolishiga biometrik ro'yxatga olish jarayonini olib borgan operatorlarning yo'l qo'ygan xatosi sabab bo'lgan. Ma'lumotga yozilmay qolganlar 19 sentyabrgacha aniqlab qo'yish kerak. Agar aniq ko'rsatilmasa, mazkur fuqaro ovoz berish huquqidan ajraydi. Batafsil navbatdagi lavhada. Davlat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shaxsiy ma'lumotlarni topshirgan 4,5 mingga yaqin fuqaroning yashash joyi ko'rsatilmagan. Aniqroq aytganda, bioma'lumotlarni olish vaqtida operatorlar yashash joyini to'liq yozmagan. Hozirgi vaqtda mazkur kamchilikni to'g'rilash ishlarini davlatning barcha hududlarida olib borilmoqda. Taqtалуу иштери болсо, бул 4,5 миң жарандын биометрикалык маалымат топтоо болуп атканда Кыргызстан боюнча эч кандай маалыматы жазылган эмес. То есть, допустим, Асан уулу, допустим, Нурбек Ошто эле койгон, Ош шаарыбы же Ош областыбы же кайсы район экени толук белгисиз. Бирок ошол Асан уулу жана айтылган баланын же ошол жана 4,5 миң жарандын тизмесин, адрестик бюродон бардыгын таап алып чыгып, изилдеп 19-на чейин иштер бүтмөкчү да. Yashash joyi haqida to'liq ma'lumot ko'rsatilmay qolgan fuqarolar ro'yxatdan o'tgan yerga borib aniqlasa bo'ladi. Hozirgi vaqtda ularning ro'yxati tuzilgani, manzili yozilmay qolgan fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Propiskasi kerak. Propiskasidan keyin biometrikadan o'tib atgan yerini yozish kerak хотя бы. Biroq propiskaсын o'sha yerga yozish kerak эле, ошон үчүн жазылбай калып, же дареги жазылбай, же шашып ушуп жазган моменттер болот, же унутуп калып, баягы көп адамдар топтолуп келген жерден жазылбай калганда ошо дарексиз калып кетет. Ma'lumoti to'liq yozilmay qolganlar 19 sentyabrgacha aniqlab olishlari kerak. Agar manzil aniq ko'rsatilmasa, fuqarolarda saylovda ishtirok etish imkoniyatidan ajrab qolish mumkin. Hozirgi vaqtda O'sh shahrida manzil aniq ko'rsatilmaganlarning soni 70 dan ortiq. Ularni qaytadan ro'yxatdan o'tkazish uchun 2 operator ish olib bormoqda. Bozordan chiqqanda o'sha je pasport bilan tushib, je biometrikasi bilan tushib. O'sha pasport bilan tushib, biometrikasi bilan qaraganda biz o'shoga o'tirg'izamiz. O'zining qaysi неме болсо, көчө болсо, ошо көчөсүнө биздин өзүбүздүн базабыз бар, ошого карап туруп, ошо өзүнүн жашаган жерине, өзүнүн участогуна отургузабыз ошон үчүн. Davlat ro'yxatga olish xizmati fuqarolarning ovoz berish huquqini saqlab qolish uchun 19 sentyabrgacha 119 qisqa raqamiga yoki 0312 kodi bilan 98 61 41 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, yashash manzilini bildirib qo'yishni iltimos qiladi. Qo'ng'iroq qilish bepul. Madina Ulug'bek qizi Jumagul Zakir va Zayra Abdukarimov, Intimaq. 2014-yilda hududlardagi ichki yo'llarni ta'mirlashga 3,871 million so'm ajratilgan. Bu haqda hukumat apparatining ma'lumot tarqatish bo'limi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur mablag' o'lkada 400 chaqirimdan ortiq yo'l qurilmoqda. Mablag'ning 850 million so'mi o'lka hududlaridagi 115 chaqirim ichki yo'llarni ta'mirlashga va 162 million so'm chegara hududlaridagi 60 chaqirim yo'lni ta'mirlash uchun bo'lingan. Eng yirik loyiha qatorida Shimoliy-Janubiy yo'l
Bishkek, Norun, To'rg'at, O'sh, Botgan, Isfana, O'sh, Saritash, Irkeshtom, Qoraqulja, Alayqo'y yo'llari kiradi. Bundan tashqari Olloy, Qorasuv, Laylak, Axsi, Issiqota, Tuv, Tong, Norun rayonlaridagi ichki yo'llarning holatini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratiladi deb yoziladi ma'lumotda. 2016-yilda amalga oshiriladigan loyihalarda Cho'lponota, Olmaota va Baliqchi, Qo'rimdi yo'llarining qurilishi boshlanadi. Shuningdek, Qorabolta yo'lini ta'mirlash rejasi ham kelasi yildagi bosh rejaga kiritilgan. Bir oydan beri bedarak yo'qolgan chegarachi rahbarlarining buyrug'i bilan kiyik ovlagani ketib yo'qolgani aytilmoqda. Bu haqda yo'qolgan askarning onasi Mayram Bakirova kiyik ovlagani birgalikda chiqqan askarlarning so'zlariga tayangan holda bildirdi. Ovga chiqqan 4 nafar askarning biri bizning jiyanimiz bo'ladi. Ularning komandir o'rinbosari toqqa kiyik ovlagani yuborganda shartnoma asosida xizmat o'tayotgan 2 chegarachi boshqa yo'nalishga ketgan. Boshqa askar esa pastda kiyik qo'rqitgani qolib, o'g'lim tog'ning tepasiga chiqib ketgan. Beksulton shu ketgancha qaytib kelmadi, dedi harbiyning onasi. Mayram Bakirovaning qo'shimcha qilishicha, chegarachilar avval o'g'lini xizmatdan qochib ketdi deb ma'lumot berishgan. Onasi Beksultonning harbiy xizmat muddatining butishiga 1 oy ortiq vaqt qolganda qochib ketishiga ishongan emas. Eslatib o'tsak, Qaramiq chegara postida 19 yoshdagi chegarachi 23-avgust kuni navbatchilik vaqtida adashib bedarak yo'qolgan degan ma'lumot tarqalgan. Askarning yonida Kalashnikov avtomati bo'lgan. Chegarachini qidiruv jarayoni davom etmoqda. Ginnesning rekordlar kitobi 2016-yilga yangi nashrdan chiqdi. Kitobdan rekordlar yaratgan o'zgacha odamlarning ro'yxati joy olgan. Ulardan biri ajoyib qalam yasasa, yana biri yog'och oyoq kiyim bilan yugurish bo'yicha g'olib bo'lgan. Mazkur ro'yxatga jonivorlar ham qo'yilgan. Unda barchani lol qoldirgan tezyurar toshbaqadan tortib uzun shoxli ho'kizlargacha bor. Rekordchilar haqida navbatdagi lavhada. Ginnesning rekordlar kitobi bir qancha yangiliklar bilan to'liqlandi. U mazkur yilning 10-sentyabr kuni 2016-yil uchun yangi nashrdan chiqdi. Doimgidek bu gal ham kitobda antiqa rekordlar joy olgan. Masalan, Texasda jahondagi kovboylar kiyadigan etik yasashdi. Ko'rganlarning bardigi taң qalib жатышат. Бұл өтүктөр канчалык чоң экендиги көрүнүп эле турбайбы? Албетте, алыстан байкалбайт. Жанына келип караганда анан билинет. Bu esa dunyodagi eng katta qalam. U bilan yozish uchun kamida 5 odam kerak bo'ladi. Tajriba muvaffaqiyatli davom etyapti. Bu esa germaniyalik rekordchi 100 metr masofaga yog'och oyoq kiyim bilan yugurish bo'yicha g'olib bo'lgan. Unga bu sinov oson bo'lmaganini aytishdi. Жыгач бут кийим менен чуркоо абдан кыйын. Аны кийүү ыңгайсыз, буттарыңды аябай оорутат. Rekordchilar orasida Yaponiyadan kelgan Purin laqabli it ham bor. U 1 daqiqa davomida oldi oyoqlari bilan kichik koptokchalarni 14 tasini ushlab tura oladi. Bu Kanzan ho'kizi 3 metrga yaqin uzun shoxi bilan rekord o'rnatgan bo'lsa, shu bilan birga eng tez yuradigan toshbaqa ham yangi rekord yaratgan. Анын тез жүрүүсүн көпчүлүк байкады. Биз да ойлоно баштадык. Ташбака үчүн мындай активдүүлүк өзгөчө көрүнүш го деп. Bu toshbaqaning tezligi sekundiga 28 santimetrni tashkil etadi.